Sal kuz keldi. Salqin. Mana hammasi basic. Qanaqa chiroyli turibdi hamma narsa. Skidka tugadi deydi. Mana hozir qizlar o'zini salqin tushganiga hamma skidkani ilishni boshlaymiz. Eng ko'p so'raladigan dvoyka. O'tgan yili chiqargan dvoykamiz sizlarda o'zi umuman qolmay ketibdi. Yoqib. Mana ertaga mana bu keladi. Qalin variant, ya'ni skidka tushda bor. Mana buni lekin variantini skidkada olishga ko'pchilik ulgurdi. Ana bu XXL razmergacha bizda hozir trikotajdan, turецкий trikotajdan mana shu ko'ylagimiz chiqqan. Bunga ulgurib qolinglar. Hamma filiallarimizda tugab ketgan dvoykalar bularda bor ekan. Mana ikki xil rangi. Chokolarchi? Mana bu ham bormi? Bor, bardoz qolmadi. Mana bu 4 xilda, mana bor qizlar. Kim agar to'y tadbiri bo'ladigan bo'lsa, shartta olinglar, chunki ular o'zi tugish bilan. Shu bilan biza mana bu qora rubashkani qarang. Oq tugadi buni. Men o'zim maza qilib Turkiyada kiyib yurdim, ishonasam. Shunaqa maza qilib kiyib yurdim. Shuning ulgurib qolinglar. Men bundan bir ikkitasidan olib ketaman deb kelganman o'zi bizlar oldilaringga. To'g'risi. Mana buni ikkalasi komplektda olinsa. Komplekt olsa 100 ming ketsa. Hozir kiyadigan vaqtida mana shimlari bilan boru, shunaqa chiroyli narsalar. Qanaqa chiroyli. Rosa kiyib ko'rsatish kerak. Hozir endi vaqtim yo'q. Keyingi safar ko'rsataman.